Bugun men sizlarga o'tirg'ich nerv, ya'ni sedalish nervni shamollaganda yoki bel girjasi hisobida siqilib qolish natijasida paydo bo'lgan og'riqni uy sharoitida qanday qilib davolash yo'lini o'rgataman. Uning uchun biz son suyagini katta o'sa hamda dumg'aza suyagini topib olamiz va ikkalasini o'rtasidan liniya o'tkazamiz. Va shu o'tkazilgan liniyani o'rta qismi bilan barmog'imiz bilan belgilagan holatda uni sekinlik bilan bosh barmoq yoki tennisni mячик orqali sekin massaj qilamiz, ya'ni qattiq bosmasdan. Kuniga 2-3 marta 5-6 minutdan ushbu massajni qiladigan bo'lsak, bu og'riqdan xalos bo'lamiz. Ushbu massajni qilganimizda, ya'ni grushovidniy mishsa bor, ya'ni noksimon muskulimiz bor. Noksimon muskulimiz bo'shashadi. Bundagi taranglik ketganligi sababdan qisilib turgan nerv bartaraf bo'ladi. Natijada og'riqdan bemor xalos bo'ladi. Ushbu videoni shu sohasida og'rig'i bor do'stlaringizga jo'natib qo'ying.